Niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lib qo'yasiz do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, niyat qilaman, bugunni o'zida mana shu videoda ko'rganingiz singari tushingiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring. Ushbu videoda jannatda billa bo'lishni xohlagan do'stingizga jo'natib qo'ying do'stim. Qarang, siz uchun manfaatli reklama qilaman. Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, Qur'onimiz kirit alifbosi yozilgan. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Yoshi katta savodxonlar ham bemalol mutolaa qilsa bo'ladi. Qaranglar, nihoyatda kачественный holatda yozilgan bo'lib, kitobimiz O'zbekiston nashriyoti. Bu degani o'zingiz bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya bo'ylab, Tojikiston bo'ylab bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab, qolaversa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotlarni yana ham taqdim etamiz. Do'stim, agar O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu videoga bittadan mashalloh deb turishingda bitta like bosib yuboringlar, inshaalloh sizga ham videoda ko'rayotgan insonga ham manfaatli bo'ladi. Ahlan va sahlan.